tumanidagi 63-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan sog' tanda sog'lom aql shiori ostida sport musobaqasi o'tkazildi. Sport musobaqasini o'tkazishimizdan asosiy maqsadimiz tashkilotda sog'lom muhitni yaratish, tarbiyachilar, xodimlar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirish asosan rol o'ynaydi. Ushbu tadbirda hududimizning 31, 36, 55, 63-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir tashkilotimizdan 6 nafardan ishtirokchi ishtirok etdi.